Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Ata Aloqabank hamkorlikda Farg'ona viloyati Quva tumani Yangichek MFI 124-sonli konturga amalga oshirilmoqda. Bu yerda yangi turdagi vakmak makkalari ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullarda parvarishlanadi. Hozirgi kunda ekinlarning unib chiqib, sug'orish ishlari amalga oshirilmoqda. Ekinlarni yetishtirish 70 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonlarida sug'orish tabiiy va mineral o'g'itlardan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 59 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga o'rtacha 16 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihaning samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor YTT Ergashev Dostonbek Ravshanbek o'g'li biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 12 tonnadan jami 120 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.